muhojiratlik Uyg'ur tashkilotlari bayonot e'lon qilib, Xitoyning taklifi bilan Sharq Turkistonni ziyorat qilmoqchi bo'lgan Islom hamkorlik tashkiloti vakillarining ziyoratiga norozilik bildirib, ularni Xitoyning aldam xaltasiga tushmaslikka hamda islomiy mas'uliyatni ado qilishga chaqirib bayonot e'lon qildi. Xitoy axborot vositalarining 18 avgust xabar qilishicha, Islom hamkorlik tashkiloti ziyorat o'miga 17 avgust kuni Beyjingda Xitoy amaldorlari bilan ko'rishgan. Sharq Turkiston O'limalar birligi, Uyg'ur tadqiqot markazi va Sharq Turkiston tashkilotlari birligi qatorliq tashkilotlar har xil tillarda bayonot e'lon qilib, mazkur hay'atning yetakchisi bosh elchi Ziyauddin Bamahrama, hay'at a'zolari va hamkorlik tashkilotining bosh kotibat boshqarma mas'ullarini Islom hamkorlik tashkilotining maqsadi va nishoni bo'yicha Sharq Turkiston musulmonlarining huquqini qo'g'dash majburiyatini ado qilib, islomdagi adolat va haqqoniyatni namoyon qilgan holda tashkilot nomida doklad tayyorlab, Urumchi ziyoratining oxirida bayonot e'lon qilishga, Islom hamkorlik tashkiloti ziyorat o'miga bayonoti orqali Xitoyga besim shiltib, Xitoyning navbatda ijro qilayotgan atalmish islom dinini xitoylashtirish nomida Sharq Turkiston xalqining islomiy kimligini yo'qotishga urinish siyosatidan voz kechishga undashga chaqirdi. Xitoyning Turkiyada yashagan Uyg'urlarni vatandagi oilasidagilar bilan ta'sis qilish orqali jasus bo'lishga majburlash harakatining orqa ko'rinishini yoritib bergan dokladning avtori Qrim axborot agentligining ziyoratini qabul qilib, bu doklad haqida ma'lumot berdi. Oldingi hafta Ispaniyada turishliq bir kishilik huquq tashkiloti tomonidan e'lon qilingan nishonlangan Turkiya Xitoyning Uyg'urlarga qarshi davlat xalqigan besimi mavzuliq dokladda Xitoyning Turkiyada yashagan Uyg'urlarni jasuslikqa majburlash qilmishi fosh qilingan. Dokladning avtori, tadqiqotchi Koç universitetining doktoranti Yalqin Uluyulqirim xabar agentligiga mazkur doklad haqida to'xtaldi. Tayvanning muavin prezidenti Lei Ching-tening Janubiy Amerika davlati Paragvayga qilgan ziyaratining oldi keyinida Amerikaning New York va San Fransisko qilgan o'tkinchi ziyaratidan keyin Xitoy armiyasi Tayvan atrofida havo va dengiz armiyasi birlashma harbiy manevri o'tkazdi. Manevr Tayvanning mustaqilligini qo'g'daydigan kuchlarga qarshi ogohlantirish deb qaraldi. Tayvanning davlat mudofaa ministrligi Xitoyning harbiy aeroplani va urush paraxotlarining orol atrofida ko'rilganligini e'lon qildi. Egilinishcha, manevrda aeroplan va paraxotlarning moslashishi, shundaqla havo va dengiz rayonlaridan kontrol qilish asos qilingan. Xitoyning Janubiy dengizdagi Parasil taqim orollarida Vyetnam va Tayvan bilan egalik huquq talash tartishi bo'lgan bir orolga aeroplanning uchish yo'li qurganligi o'tirg'i qo'yildi. Amerika Birlashma Agentligining xabariga qaraganda, Planeti tajribaxonasi PBC ta'minlagan sun'iy hamroh suratiga asosan 8-oyning 5-dan boshlab Parasilning g'arbiy janub uchug'iga joylashgan Xitoy kontrolligidagi Teratun orolida qurilish izlari bayqagan. Vyetnam tashqi ishlar ministrligi bo'lsa, bu harakatning davlatning egalik huquqiga daxli taruz qilganlik bo'ladiganligini aytdi. Yevropa bilan Xitoy orasida iqtisodiy bexatarlik andisi kuchaygan va xatarni azaytish ta'kidlanayotgan bir paytda Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Fransiyaning Yevropa ittifoqi bilan bo'lgan munosabatda boshlamchilik rolini o'ynashga chaqirdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, ministr Wang fransiyalik mansabdoshi Catherine Colonna bilan telefonlashganda, Xitoyning Fransiya bilan bo'lgan hamkorlikni cho'nqurlashtirib, ikki taraflik munosabatni yangi bir baldoqqa ko'tarishni xohlaydiganligini aytgan. Pokistonda turmaga tashlangan sobiq bosh ministr Imron Xonning kabinetida ikki qatim tashqi ishlar ministri bo'lgan Shoh Mahmud Quraysh davlat maxfiyatligini oshkorlash jinoyati bilan qo'lga olingan. Al Jazeera gazetining xabariga qaraganda, Quraysh to'nigan o'tkazilgan muxbirlarning kutib olish yig'inida o'zlarining Patarda o'tkaziladigan saylovning kechiktirilishiga munosabatli har qanday qarorga qarshi turib, bu masalani adliya organlariga olib borganligini bayon qilgan va o'z partiyasining saylovda boshqa partiyalar bilan barobar bo'lishini talab qilgan. Quraysh o'zi o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inidan bir necha soatdan keyin tutib ketilgan.